Milliy raqs xalqning tarixi, ruhiyati va madaniy merosini o'zida mujassam etgan betakror san'at turidir. Ayniqsa, yosh ijodkorlarning ushbu yo'nalishga bo'lgan qiziqishi milliy qadriyatlarimiz bardavomligini ta'minlamoqda. Gap shundaki, Madaniyat vazirligi iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi hamda Madaniyat va ma'rifat telekanali hamkorligida Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi milliy raqs ijrochilari respublika ko'rik tanlovi tashkil etildi. Unda yurtimizning turli hududlaridan kelgan 25 nafardan ziyod iste'dodli yosh raqqosalar o'z mahoratini namoyon etdi. Tanlov jarayonlarini yaqindan kuzatgan muxbirimiz Taxmina Tillazoda mavzuni davom ettiradi. San'at va nafosat uyg'unlashgan ushbu tanlov professional ijodkorlar o'rtasida tashkil etildi. 17 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan ishtirokchilar milliy raqs san'ati yo'nalishida o'z chiqishlarini namoyish etdilar. Har bir chiqish o'ziga xos sahna talqini va ijro uslubiga ega. Ishtirokchilar nafaqat texnik mahorat, balki milliy raqsning nozik jihatlarini ham namoyon etishga harakat qildilar. Tanlov nizomiga ko'ra chiqishlar ijro mahorati va uslubi, professional tayyorgarlik, milliy raqs an'analariga rioya qilinishi, sahna madaniyati va san'atkorlik mahorati mezonlari asosida hakamlar hay'ati tomonidan 10 ballik tizim asosida baholab borildi. Ayni damda Mukarrama Turg'unboyeva nomidagi milliy raqs ijrochilari ko'rik tanlovining 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin g'oliblari aniqlanib, taqdirlanmoqda. Keling, jarayonlarni sizlar bilan birgalikda kuzatamiz. Qizg'in va murosasiz kechgan bahslarda 3-chi o'rin Mushtariy G'oyipova, Madina Turdaliyeva hamda Zarina Bonu Yoqubovaga nasib etdi. 2-chi o'rinni esa Mushtariy Hasanova va Mehribon Jaxsimurotova qo'lga kiritdi. Tanlovning mutlaq g'olibi sifatida Rayhona Akramova e'tirof etildi. G'olib va sovrindorlar diplom, statuetka va pul mukofotlari bilan taqdirlandilar. Bugun taqdirlanganlarning ko'zida hayajonni ko'ryapmiz. Chunki ular u yoqda tursin, men ham hayajonlanib ketyapman to'g'risi. Keling, sizlar bilan birgalikda ularning fikrlarini so'raymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar qanaqa? Kiyimimizning o'zi ulkan yetishganlik deb o'ylayman. Kutmagan yerdan kutilmagan 2-chi o'rinda berdi. Rahmat juri a'zolarina. Tanishmeni men kichkina vaqtimdan boshlab shug'ullanaman. Bu raqslar o'zimizga singib ketgan, necha vaqtlardan beri o'ynaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zarinaxon, tabriklaymiz sizni. Kutganmidingiz o'zi? Kayfiyatlar qanaqa bugun? Zo'r, hamma narsaga tayyor edim. Hamma narsani kutdim. Eng asosiysi qatnashdim, ansamblim uchun, onam uchun qatnashdim. Bu men uchun eng katta yutuq edi. Raqs bilan o'zi necha yildan beri shug'ullanib kelasiz? 8 yoshda mukammal boshlagan. 5 yoshda o'ynab yurardi, axborot musikalariga ham. Qaysi raqsni ijro etdingiz bugun? Birinchi raqsim Nozanin Buxorocha raqsi bo'ldi. Ikkinchi raqsim Suhayl va Mehri bo'ldi. Men birinchi raqsimga Nozaninda ijro etdim, ikkinchi raqsim esa Gulnozada. Shu o'rin bilan bizni loyiq ko'rganiga juda katta minnatdorchilik bildiramiz va bunda ustozimiz mehnati juda ham katta va biz ishlashda davom etamiz, to'xtamaymiz. So'raydan oshiq tayyorlandik. Albatta bu juda ham qiyin bo'ldi. Ijro etgan raqsimizni yetkazib berish, avvalosi o'zimiz his qilishimiz va uni tomoshabinlarga yetkazib berish bu ko'p mehnat va ko'p vaqt talab qiladi. Tabriklaymiz sizni birinchi o'rin bilan. O'zi kutganmidingiz? Hayajonlar qanaqa? Kutmagandim. Juda ham xursandman. Hayajon bosib va shu gapirolmayman. Birinchi raqsim Mukarrama Turg'unboyeva postanovkasi Nozanin raqsini o'ynagandim. Bu raqsimni Dilnoza Rajabovna va Zol Sharipovna ustozim men bilan juda ham ko'p ishlaganlar. Ikkinchi raqsim bu Buxorocha raqs, o'zimni Buxoro viloyatining raqsi bo'lgan. Bu tanlovni o'tkazishdan bosh maqsad mamlakatimizda raqs san'atini yanada rivojlantirish, yosh iqtidorli raqqosalarimizni qo'llab-quvvatlash va albatta shu ustoz shogird an'analariga rioya qilgan holda Mukarrama Turg'unboyevaga o'xshagan ustoz san'atkorlarni mavqeida yetishib chiqishiga turtki bo'ladigan tanlovni tashkil etdik. Milliy san'atni asrash va uni yosh avlodga yetkazishda bunday tanlovlarning bugungi kundagi o'rni beqiyos. Chunki milliy raqs xalq qalbining harakatdagi ifodasidir. Taxmina Tillazoda, Muzaffar Orifxonov, bugun dasturi uchun.